Xohlasa melni tayyorini qum qo'shilmaydigandan olib kelib qo'shilyapti. Bunga shu zavodda o'zidan zakaz qilib qumini qo'shtirib maydalatganmiz. Bu Qashqadaryodan kelyapti, xudo xolasa Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga ikkita apparatimizni bitta joyga ustanovka qildik. Konveyer liniya hisobida. Bittasi rodman uchun, bittasi kafelnikilar uchun. Tayyor qilib ustanovka qilib, hozir yurg'izib eksperiment qilish jarayonidamiz. Bu stanovlarimiz mana shu 3 metrli shinek meshalkani zapravka qilish uchun. Buni filtr ham qo'yildi, zdaniyani jidaligi uchun. Meshalka ichidagi bo'lgan changni filtr mana shundan chiqarib, chang tashqariga boshqa joyga chiqmay filtr ushlab qoladi, xudo xolasa. Meshalkada tayyor bo'lgandan keyin 5 metrli shinek qo'yilgan. 5 metrli shinegimiz orqali rashtilni bachokka, fasovkaga, ya'ni tushadi. Bundan qoplash jarayoni bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunaqangi, mana fasovka, rashtilni bachok, 5 metrlik shinek, mikser или 3 metrli shinek mana. Hozir ishlash jarayonlarini video qilib boramiz yana qo'shib. Mana xudo xolasa ximikatlarni qo'shishni boshladik. Bu yerda xudo xolasa 950 kg 1 tonna mahsulot ko'ramizda mana. Ha, tashlayvering. Bering. Qancha bo'ldi bu? 1 kg 600. 1 tonna garantiya beramiz. Bu yerda 1 tonna rodbun bor. Hozir xarid meshalkani mana shu yerdan 1 tonna mana. To'liq emas. 1 tonna 300 kg mahsulot sig'uradi, biz 1 tonnaga garantiya beramiz. Mana aylantirib aralashtirish jarayoni. Chang bo'ladi. Yopgandan keyin men chang chiqmay qoladi. Filtrlarimiz ham ishlayapti. Ko'pchilik chang bo'ladi dedi. Mana shu zdaniyani ichi mana ko'rib turganlaringiz unaqangi katta darajada chang yo'q, faqat ochganda ozgina chang bo'ladi, lekin unaqa changga to'zib ketgan joyi yo'q. Ximikatlarni qo'shish jarayoni mana. Seluloza bilan limonka qo'shilyapti, bo'ldi. Mana xudo xolasa birinchi mahsulotlarimizni tashashni boshladi. Meshalkaga zapravka qilyapti, xudo xolasa. Mana shu chiqayotgan chang. Endi qopda to'kay turganda hosil bo'layotgan chang va xolos, boshqa joyda asnoda chang yo'q, xudo xolasa. Bitta filtr qo'yilgan mana. Endi ichkari dimlanib, salgina. Xolasa, apparatlarimiz kimga qiziq bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar mana. Ekrandagi emas, apparatning o'zidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar buni. Ikkita konveyer liniya o'rnatilgan. Mana kafelnikilar uchun, rodman uchun.